Rasulullohdan boshqa hech kim Qur'onni bor ovozi bilan o'qiy olmasdi. Ular agar Qur'onni o'qib bersak, fikrlari o'zgarar deb o'ylashdi. Balki qiyinchilik kunlar oxiriga yetar, balki haqiqatni ko'ra olishar. Ular shuni istashardi. Ammo buni kim qiladi? Qurayshning javobi tayin edi. Qur'onni o'qigan kishi hujumdan omon qola olmasdi. Kaltak yeyishi muqarrar edi. Shu masalada gaplashib turishar ekan, Ibn Mas'ud ularning ichidan eng zaifi edi. U endi 20 yoshlarda edi. Nima bo'lishini bila turib, u oldinga chiqdi va shunday dedi: "Bu ishni men qilaman." Ammo do'stlari qarshi chiqishdi. Chunki Quraysh hujum qilmoqchi bo'lganida uni himoya qilish uchun mustahkam oilaviy aloqalari bo'lgan kimdir bo'lishi kerak edi. Abdulloh ibn Mas'udda esa bunday narsa yo'q. Shunday bo'lsa ham buni o'z bo'yniga olishga tayyor edi. U hech kimdan qo'rqmasdi. So'ng keyingi kun keldi. Haqiqatni baqirib aytishni istardi. Hech nimaga qaramay, bir kishining qalbi bo'lsa ham islomga moyil bo'lar degan umidda edi. Balki birgina inson haqiqatni qabul qilar. Bir kishi bo'lsa ham bu o'ta muhim edi. Ana shu birgina qalb uchun tavakkal qilishga tayyor edi. Ka'ba oldiga borib, bor ovozi bilan Qur'on o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. So'ng Ar-Rahman surasini o'qiy boshladi. Ar-Rahman allama al-Qur'an, xalaqal inson, allamahul bayan. Bu qiroat, bu so'zlar, odamlar bunday so'zlarni avval eshitmagan edi, ammo ularning javoblari o'zgarmadi. Quraysh rahbarlari bu Qur'on ekanini anglashdi. Shu zahoti Abdulloh ibn Mas'ud tomon yugurishdi. Odamlar bu so'zlarni eshitmasliklari kerak, agar eshitishsa ularga ta'sir qilishi mumkin. Hatto Qurayshning o'zlari ham bu so'zlarning qalblariga chuqur ta'sir qilishiga chidab tura olmadi. O'zlari hali ham o'z ongidagi mojarolar bilan kurashayotgan bir paytda buni boshqa odamlarga qanday tushuntirishlari mumkin edi? Ibn Mas'udni butparastlar o'rab olishdi. Qayta kaltak yesa ham bu ishdan voz kechmadi. Bu ilohiy so'zlarda birin-ketin Allohning ne'matlari zikr qilindi. So'ngra ana shu oyat keldi. Fabi'ayyi ala'i robbikuma tukazziban. Bas, Robbingizning qaysi ne'matlarini yolg'on deya olursiz? Shuncha kaltak yesa ham Abdulloh haqiqatni baqirib aytardi. O'sha lahza, o'sha manzara Qurayshning naqadar ojiz ekanligining yaqqol namunasi edi. Oyatni o'qishda davom etdi. Fabi'ayyi ala'i robbikuma tukazziban. To o'zi gapira olmaydigan holatga yetguncha. Hammasi tugagach, u uchun qayg'uga botgan va xavotirda bo'lgan do'stlarga javobi quyidagicha bo'ldi. Hozir mening nazarimda Allohning o'shalardan ko'ra zaifroq va xor bo'lgan dushmani yo'q. Istasangiz ertaga yana chiqib, xuddi bugungi kabi Qur'onni o'qib berishim mumkin. Quraysh nima qilganidan qat'iy nazar, keyingi kun ular musulmonlarni avvalgidan kuchliroq topishardi. Birorta ham musulmon dinidan qaytmagan bo'lardi. Rasululloh alayhissalom ham vazifalardan voz kechmasdilar. Qachonki bir joyda to'plansalar, shu haqida gapirishardi. Muhammadni nima qilib maqsadidan qaytarsak ekan? Kim bu ishlarga chek qo'ya oladi, ha? Nega ko'rgan choralarimiz ish bermayapti? Mana shu savollar bilan ovora bo'lib turganida ayollarga bir kishining ismi keldi. Faqat o'sha kishi. Rasulullohning fikrini faqat ana shu kishi o'zgartira oladi deb o'ylashdi. U zotni o'z otasidek 30 yil tarbiya qilgan kishi. Amakilari Abu Talib. Abu Talib Makkadagi eng hurmatli kishilardan edi. Qarib qolgan, unchalik boy badavlat bo'lmasa ham odamlar uni hurmat qilib gaplariga quloq solishardi. U islomni qabul qilmagan edi, lekin jiyani bilan bo'lgan rishtalari o'nlab yillar davomida muhabbat, sadoqat va o'zaro hurmat asosida shakllangan chuqur edi. Bu Qurayshning birinchi marta shu masalada kelishi emasdi. O'tgan safar Qurayshga yengil so'zlar bilan javob qilgandi. Jahllardan tushirib uylariga jo'natib yuborgan edi. Ammo bu safar ular ancha jiddiy edilar. Ular aniq talab bilan kelishdi. Payg'ambarni o'z ishidan voz kechishga majbur qilish. Ey Abu Talib, sen keksalarimizdan va hurmatli kishilarimizdansan. Avval ham jiyaningni o'z ishidan qaytarishingni so'rab kelgan edik, ammo so'raganimizni qilmading. Bizlarni haqorat qilib, ilohlarimizni so'kiyapti. Yo o'zing uni to'xtat, bo'lmasa ikkimizdan birimiz tirik qolgunimizcha sizlarga qarshi jang qilamiz. Ularning gaplari keksa Abu Talibni qo'rqitdi.